Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Minbar tok-shousining navbatdagi soni efirda. Bugun yana bir dolzarb mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Yoshlarni kasbga tayyorlashning yangi arxitekturasi. Prezident murojaatnomasida ilgari surilgan tashabbuslar. Bu mavzuni sizga yaqinroq yetkazish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Dastlabki savolimiz: yoshlarni kasbga yo'naltirish borasida davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar va ularning afzalliklari haqidagi fikrlaringizni bilmoqchimiz. Marhamat, sizdan boshlaymiz. Hozirgi kunda yoshlarni kasbga tayyorlash borasida professional ta'limda juda ham katta islohotlar boshlandi. Yoshlarimizni kelajakda to'g'ri kasblarni egallashlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu yo'nalishlar masalan ta'lim sohasida bo'ladimi, qishloq xo'jalikda, sanoat, transport yo'nalishlarida bir qator ishlar qilindi. Bu ishlarni amalga oshirishda masalan hozirgi ustuvor masalalar bu kasblar shaharchasini barpo etilishi. Bu yerda yoshlarimiz shu platformalardan o'zlarini xohlagan kasblarini egallashlari uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lganligi uchun bu kasb kelajakda ularni qayerga olib keladi, qayerga yetaklaydi, egallashlari uchun qanaqa shart-sharoitlar yaratilgani oldindan bila ko'zda tutilgan. Bu masalani alohida o'sha xalq ta'limi maktab davridan boshlab kasbga yo'naltirish ishlari amalga oshirilardi bundan buyog'iga va o'quvchi yoshlarimiz o'sha o'zlari xohlagan kasblarni tanlab texnikumlarda o'qishlarini davom ettirishlariga imkoniyat yaratiladi. Bu borasida texnikum jamoalari ham o'sha rahbarlar boshchiligida o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha maktablarda, keng jamoatchilikda shu kasblarni haqida keng yoritib borishyapti. Masalan, an'anaviy yo'nalishlarimiz bor, dual yo'nalishlarimiz bor hamda yoshi katta o'quvchilarimizni ham texnikumlarga qamrab olib, qisqa muddatli kurslarda ham qayta tayyorlab, ularni kelajakda shu sanoatda, qishloq xo'jalik, transport sohalarida o'zlarining o'rinlarini topishlariga keng imkoniyatlar yaratildi. Yaxshi ma'lumot bo'ldi. Demak, yosh chegarasi olib tashlandimi texnikumlardan? Albatta. Ajoyib. Necha yoshdan necha yoshgacha o'rgatilyapti? Hozirgi kunda 9-sinfni bitirgan o'quvchi yoshlarimiz 15-16 yosh bo'ladigan bo'lsa, ular 2 yil davomida texnikumlarda o'qishsa, 11-sinfni bitirgan o'quvchilarimiz ham 1,5-2 yil ichida o'qishadi. Bu o'sha budjetda va kontrakt asosida o'qishadi. Bundan tashqari yana xorijiy loyihalar kirgan, xorijiy dasturlar asosida ham ular bilim olib, kelajakda xorijiy davlatlarda ham o'z ishlarini, faoliyatini olib borishligi mumkin. Bundan tashqari o'sha 30 yoshgacha bo'lgan va undan kattalar ham o'sha qisqa kurslarda o'qib kasblarini yana ham mukammallashtirish imkoniyatlari yaratilgan. Rivojlantirishlari mumkin. Albatta. Kasblar haqida gapirilganda, avvallari texnikumlarda o'qiladigan kasblar sanoqli bo'lganda, biz ular haqida ma'lumotga ega bo'lganmiz va qaysidir ma'noda o'sha oliy o'quv yurtiga kira olmagan yoshlar texnikumlarga jalb qilinardi kasbga yo'naltirish bo'yicha. Bugungi kunda zamon o'zgardi va texnikumlarda yangi o'sha kasblar bo'yicha ham mutaxassislar yetarli deb biz bemalol ayta olamiz. To'g'ri. Bu masalada hozirgi kunda shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Texnikum miqyosida oladigan bo'lsak, misol uchun bizning Shayxontohur tuman texnikumimizda elektromobillarga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'nalishlari ochilgan. Bundan tashqari xalqaro dasturlarda ham biz qatnashyapmiz. Yaqindagina Xitoy Xalq Respublikasining Anxoy provinsiyasida bo'lib qaytdik. Biz bu yoqda 8 kunlik malaka olish tajriba almashish masalasida o'quv jarayonlarida ishtirok etdik. Bunga misol bo'la oladi bu jarayonlar ham. Kasblar shaharchasi haqida hozir fikr yuritildi-da. Bu qanday shaharcha ekanligi haqida batafsilroq ma'lumot berishingizni iltimos qilardim. Hozirgi kunda o'sha kasblar shaharchasida boyaga aytdik, o'sha maxsus platformalar ishga tushiriladi. Markazda malakani baholash tizimlari ham amalga oshiriladi. Mana hozir Jamshidjon to'g'ri aytdilar. Albatta bu markazda faoliyat yuritish uchun birinchi navbatda biz o'sha ishlab chiqarish ta'lim ustalarimizni, maxsus fan o'qituvchilarimizni malakasini oshirishimiz kerak bo'ladi. Chunki bular hozirgi zamonaviy texnologiyalarni to'liq foydalanib olishligi kerak. Bu borasida keyin ular o'sha mana shu kurslarda o'qimoqchi bo'lgan yoshlarga o'z bilimlarini berishadi va bu aynan
shaharchada vaucher tizimlari hozir yo'lga tushgan. Bu nima degani? Vaucher tizimida bu platformaga o'sha hozirgi kunda ishsiz bo'lgan aholi ham vaucher tizimini ko'radi platformada va o'zi kasb tanlashi mumkin. Masalan, ayollarimiz bor, uyda o'tirgan yosh ayollarimiz bor. Ular tikuvchilik yo'nalishini, oshpazlik, qandolatchilik, sartaroshchilik yo'nalishlarini ham egallashligi mumkin. Shu platforma orqali ular qayerda, qaysi sohani o'qitish mumkinligini to'liq ko'rib turishadi. Eng yaxshi tomoni bu hammasi bepul bo'lib, shu yoshdagi aholalarimizga imkoniyatlar yaratilgan bir sharoitlardan bittasi shu karyera shaharchada mujassam bo'ladi. Shaharchani faoliyati qachondan boshlanishi rejalashtirildi? 2026-2027 o'quv yilidan boshlab o'z faoliyatini boshlaydi. Ajoyib, yaxshi yangilik bo'ldi, xalqimizni qiziqtira oladigan. Va ana endi dual ta'lim tizimi haqida gaplashsak, uni afzalliklari va u yerda erishilayotgan yutuqlar bugungi kungacha o'zini oqladi, menimcha. Dual ta'lim tizimida ham nazariy ham amaliy bo'lib o'tadi. Bu degani haftada 2 kun korxonalarda amaliyot o'tkaziladi, 4 kun nazariy o'qishda o'qilinadi. Va o'quvchilar stipendiya ham oladi. U stipendiya bilan o'zini qoplay oladi bemalol va qancha stipendiya? O'zlashtirishga qarabmi yoki standart belgilanganmi? O'zlashtirishga qarab. O'quvchini o'ziga. Albatta o'quvchilarga rag'bat kerak va bu jarayonlar yaxshi o'zini samarasini berayapti. Muvaffaqiyatli mana shunday dual ta'limda o'zini ko'rsatayotgan yoshlar haqida bugun bilmoqchimiz. Studiyamizda ham bor, menimcha. Yigitlar, marhamat. Dual ta'lim yo'nalishi ochilgan. Dual ta'limda ham ishlab, ham o'qib, o'zining ustida ishlab, yanada yuqori lavozimlarda ishlashi mumkin. Ishlab turib o'qib, misol uchun chilangar lavozimida mashinist, yordamchi lavozimlariga o'tishi mumkin. O'qish davomida o'zini bilimlarini o'rganib, undan ham kattaroq lavozimlarda instruktor, undan ham katta lavozimlarda ishlasa bo'ladi. Ham o'qib, ishlab bir oy ish, bir oy o'qish davomida ham ish jarayonida ham amaliy nazariy qilib berilgan. Yaxshiroq o'rganish imkoniga ega bo'ladi. Yaxshiroq, yanada kuchliroq tajriba orttirib. Siz shunday jarayondasiz hozir. Shunday jarayondaman. Ustoz shogirdlik an'analari orqali o'rganayapsiz, to'g'rimi? O'rganyapmiz hozir. Siz charchab qolmayapsizmi? O'qishlar qolib ketmayaptimi? Yo'q, o'qishlar qolib ketmaydi. Va nimasi yoqayapti u yerdagi jarayonni? Kasbni to'g'ri tanlagan ekansizmi? Kasbni juda zo'r tanlagan ekanman. Yoshlikdan men mashinist bo'lishni orzu qilganman. O'qish jarayonida chilangar bo'lib ishlab yurganimdan keyin dual ta'lim yo'nalishi ochilgandan keyin topshirib, hozir dual ta'lim bitirib, mashinistlikka ariza yozib, hozirda harakat mashinistligiga. Omad. Shu orqali moliyaviy jihatdan ham o'quvchilar mustaqil bo'ladi. O'zini mustaqil his qiladi. Mustaqil his qiladi. Marhamat, sizni ham fikrlaringizni bilmoqchiman. Hozirgi kunda Lokomotiv deposida chilangar sohasida ishlayapman. Ham ishlab, ham o'qiyapman-da. Bizga korxonamiz tomonidan sharoitlar yaratilib berilgan, o'qishimizga, ishimizga xalaqit qilmaydi bir-biriga. Bevosita maosh ham olasiz, to'g'rimi? Ha, maosh ham olamiz. 30 yoshda ham o'qish mumkin ekanligi haqidagi xabarni siz qayerdan bildingiz? Taklif berishgan bizga korxonaga. Yoshlar bo'yicha taklif tushgan, o'qish mumkin deb. Biz keyin o'qishga topshirib o'qiyapmiz hozirda. Demak, texnikumlar bilan hamkorlik memorandumi bor. Yoshlarni kasbga o'rgatish, mutaxassislikda egallashga bo'lgan qiziqishlarni qondirish maqsadida muhtaram yurtboshimizning qarorlariga binoan Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbiridagi 163-son qaroriga O'zbekiston Lokomotiv deposidagi men o'zimda ishchi xodimlarimizni dual ta'lim yo'nalishiga Toshkent transport universiteti texnikumiga tavsiya etganmiz. Xat asosiga chiqqanmiz. Biza boshqa sohadan kelgan o'zimizda hamkasblarimizni bularni o'zining ehtiyojiga qarab, bularni yanada ham yuqoriroq lavozimlarga egallash, ularni ehtiyojini, ularni qoniqishlarini bajarish nimasida bularni mashinist yordamchisi vazifasiga chiqarish uchun o'qishga yo'naltirib rahbarimiz tavsiyasiga binoan qo'yganmiz. Bu orqali bular nimaga erishadi? Bu orqali bular hozir ham ishlab chiqish jarayonida o'qib, hamda ularni bir vaqtda o'zida amaliyotda olib borib, hamda ish vaqtida uzluksiz
uzilmagan holatida ish maoshi bilan ta'minlangan holatida bular o'z nimalarni o'qishlarini davom ettirib kelishyapti. Haftada 2 kun bular nimaga borishsa, o'qish jarayoniga qatnashsa, qolgan haftani 4 kun, 3 kun davomida bular smenada ishlab, o'z kasblaridagi bilim mahoratlarini, o'z darsdagi jarayondagi nimalarni o'rganib, bular amaliy o'rganib ketishyapti. Mana shu jarayonda yoshlarning rivojlanayotgani sezilyaptimi o'qish jarayonida? Bu borada albatta o'z kuchini ta'sirini ega bo'ladi. Bizga kelgan boya aytganimdek ham biz sohamiz mashinist bo'lganligi uchun bizga aniq ko'rsatmalarga asosan, aniq bilimlarga asoslangan holatida biz mashinist yordamchisi lavozimiga imtihon asosida chiqarishga qarorlarimiz bor, o'zimizning ichki qaror qoidalarimiz bor. Shuni hisobiga bular o'sha texnikumda o'zlariga berilgan dars jarayonida bularni o'zlashtirib, ular bilim ko'nikmalarini olib, egallab, bizdagi imtihondan o'tgandan so'ng bular o'sha mashinist yordamchisiga plus diplom bilan birga o'sha o'tib kelishyapti. Ajoyib. Texnikumlarda ta'lim olayotgan, tahsil olayotgan yoshlar uchun yana qanday imtiyozlar bor? Masalan, oliy o'quv yurtlariga kirishda. Oliy o'quv yurtlariga kirish kerak bo'layotgan bo'lsa, bular hozir dual ta'limda o'qigan sharoitida bular hozir yaxshi baholarga o'qigan o'quvchilar, endi men bilishimcha bular hozir o'qish jarayoni tugatgandan so'ng suhbat asosida Temir yo'l universitetiga ham, mana transport universitetiga ham tavsiya asosida kirishga huquqqa ega bo'ladi. Shundaymi? Hozirgi kunda xuddi shunday, ya'nida 5-darajada o'qiyotgan o'quvchilarimiz, Toshkent transport texnikumida o'qiyotgan 5-darajadagi o'quvchilarimiz 2 yillik o'qish mobaynida yaxshi baholarda bitirsa, suhbat asosida Toshkent davlat transport universitetiga qabul qilinyapti. 2024-2025 o'quv yili mobaynida Toshkent transport texnikumidan Toshkent transport universitetiga 80 nafar talabalarimiz suhbat asosida o'quvchilar safiga, talabalar safiga qabul qilindi va hozirgi kunda yangi ta'lim dasturlarimiz, ya'ni 2+2 ta'lim dasturlarimiz mavjud. Unda o'quvchilarimiz 2 yil mobaynida texnikumda o'qishni davom ettiradi va a'lo baholarda bitirganliklaridan so'ng bizning tavsiyamiz orqali Toshkent davlat transport universitetiga 3-kursdan o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Marhamat. Shu joyda aytib o'tishga, yoshlarga berilayotgan imtiyozlar haqida. Albatta, oliy ta'limga kirish bo'yicha O'zbekistonda yuqori ko'rsatkichlarga erishib kelyapmiz. Lekin kasbiy jarayon, aynan kasbga bo'lgan qiziqish bizda ayniqsa 2025-yilning o'zida ancha tobora ortdi. Agar 2025-yil va 2026-yilni buni hozirgi davrda hisobga oladigan bo'lsak, aynan kasbiy jarayonga bo'lgan qiziqish va unga qilinayotgan islohotlar natijalari endi ko'rina boshladi. Ilgari biz kasb o'rganish deganda oliy ta'lim emas, bu pastroq, bu uyatli deb qabul qilishar yoshlarimiz. Lekin hozirgi paytda kasb o'rganish oddiy kasb o'rganish emas. Bu sertifikatlangan, o'zining puxta mutaxassisligini biladigan, ishini puxta biladigan yetuk mutaxassis aynan bu kasbning ustasi sifatida qabul qilinadi va u kerak bo'lsa imtiyozlarimiz hozirgi paytda juda ham ko'p. Hattoki ilmiy ish qilaman, PhD, dissertatsiyamni yoqlayman desa ham unga hech qanday cheklovlar yo'q. Bu fikringiz bugungi kunda ko'pchilik yoshlarni, hozir bizni tomosha qilayotgan yoshlarni qiziqtirib qo'ydi-da. Biz bilamizki, maktabda ham 3+1 tamoyili yo'lga qo'yilgan ta'lim, til o'rganish va bevosita kasbga tayyorgarlik jarayonlari. Maktablarda ustozlar qaysi bolani, qaysi yoshni, qaysi o'quvchini qaysi ta'limga, qaysi kasbga yo'naltirish kerakligi haqida o'ziga xos tavsiyalarni taqdim etadilar va bu tavsiyalarni olgan, o'rgangan o'quvchilar, demak, qaysi o'sha texnikumlarga murojaat qilish kerakligi haqida ham o'zi biladi, to'g'rimi? O'sha imtihon olish jarayonlari, yoshlarni saralab, o'sha haqiqatda shu kasb buni ertaga kelajagimi degan ma'noda bir testlar o'tkaziladimi va hozir bugungi kunda o'rgatilayotgan ta'lim yo'nalishlari haqida ham bir ma'lumot berib bo'lsak yaxshi bo'lardi yoshlarga. Ayniqsa bitta joyni aytib o'tish kerakki, mana biz ota-onalar psixologik tarafdan aytamiz, chapaqay o'quvchilarimiz bor, chap qo'lda yozadi, uni o'ng qo'lda. Uni majburlash noto'g'ri. Kasb tomonidan ham xuddi shunday yondashish shart. Uni aynan shu yo'nalishga qiziqtirish kerak. U nimani istaydi? Qanday qiziqadi? Ayniqsa bu narsa mahalladan boshlanish ko'zda tutilyapti. Mahalladagi uyushmagan yoshlar, ularni bandligini ta'minlash, tadbirkorlik, biznes, boshqaruvga qiziqtirish, bular hammasi ayniqsa yoshlarni
bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish va ularni kelajakda kasb va hayotda o'rnini egallash uchun mo'ljallangan yakdil dastur deb hisoblanadi. Va hozirgi paytdagi jahondagi mehnat bozori, o'zgarib borayotgan bozorda o'rnini topish va yurtimizni inson kapitali degan iqtisodiy jarayonni yuksaltirishga olib keladi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida Toshkent shahar kasblar boshqarmasi hamda xalq ta'limi shahar boshqarmasi bilan birgalikda bitta platforma ishga tushdi. Bu yerda o'sha maktab rahbarlari, direktorlari va texnikum direktorlari shu platformada uchrashyapmiz. Bu yerda hozir texnikumlarimizni mutaxassislari, o'sha ishlab chiqarish ta'lim ustalari, fan o'qituvchilari maktablarga borib targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirishyapti. Bu borasida o'sha o'zlaridagi mavjud yo'nalishlarni yosh avlodga aytib o'tishyapti. Va ota-onalarning yig'ilishlarida ham bizning ustozlar ishtirok etib kelishyapti. Shuningdek, maktablardan ham texnikumlarga kelib, o'sha texnikum jihozlanganligi, qanaqa kasblar o'qitilyapti, bu kasb egallagandan keyin ularni qayerda ish joylari kutib turmoqda, shu haqda ma'lumotlarga ega bo'lishyapti maktab o'quvchilarimiz. Yurtboshimiz bekorga aytmadilarki, o'sha kasbni egallashni 7-sinfdan boshlash kerak deb. 7-sinfdan boshlab shu kasblar egallanyapti. Lekin hozir bilasizlar, zamon shiddat bilan ketyapti, yangi kasblar kirib keldi. Mana hozir aytib o'tildi, elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish. Ko'ryapmiz, hozir shahrimizda elektromobillar juda ham shiddat bilan kirib kelindi. Bu borasida o'sha hozirgi kunda 20 dan ortiq Xitoy ustaxonalari ayniqsa mana shu kasb bo'yicha jihozlanmoqda. Shu jihozlanish doirasida bizning o'quv yurtimizda ham ustaxona ishga tushdi. O'ylaymanki, bu borasida ham bir qiziq ma'lumotlarni bersalar kerak, chunki bizning bitiruvchilarimizga qiziq bo'lsa kerak kasbini tanlash uchun. Albatta, marhamat. Bular Gulnora Quddusovna aytganlaridek, kundan kunga yangi texnologiyalar, zamonaviy texnikalar shiddat bilan kirib kelyapti. Bularga o'z navbatida xizmat ko'rsatish va ya'ni malakali xizmat ko'rsatish yo'nalishlari dolzarb bo'lyapti. Bulardan bittasi hozirgi kunda elektromobillar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'nalishlari kundan kunga ya'ni sharoitlari yaxshilashib, bunga bazalar, ya'ni o'quv amaliyot bazalari ochilmoqda. Bunga misol qilib Shoxontohur texnikumidagi ishlab chiqarish amaliyotini o'tash, ya'ni elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va diagnostika, ta'mirlash yo'nalishlarini qo'shimcha qilib etsak bo'ladi. Rahmat. Donolarning shunday fikri bordi. Agarda siz kasbingizni o'rinli tanlay olsangiz, baxtning o'zi sizni qidirib keladi degan. Biz farzandlarga, bizning mentalitetda shunday, o'zimiz erishmagan yutuqlarni, biz erisha olmagan orzularni farzandlarimizda ko'rishni istaydigan ota-onalarimizda. Shuning uchun ko'pincha farzandlariga ota-onalarning o'zlari yo'nalish ko'rsatadilar va ko'pchilik yoshlar o'qigandan keyin o'sha sohani rivojlantirishda qoqiladi va o'sha soha yarim yo'lda qolib ketadi. Demak, farzandni o'z iqtidoriga tayangan holatda tanlash imkoniyatlari test sinovlari tariqasida, o'sha psixologik yordam tariqasida taqdim etiladi, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri fikrlarni bildirdingiz. Masalan, hozir kasblarni tanlashda, masalan, albatta biz birinchi o'rinda ayollarimizga va qizlarimizga ham shu kasblarga alohida e'tibor qilib qaratishimiz kerak. Bu borasida tikuvchilik sohasi, chunki tikuvchilik sohasi deganda oddiy qaramasligimiz kerak, chunki hozirda dizaynerlik, tikuvchilik, andozachilik bu juda ham keng miqyosda bo'lyapti, chunki yoshlarimiz butun dunyo podiumlariga chiqish yo'llari ochilgan. Masalan, bu borasida O'zbekistonda 15 ta o'quv yurti, pilotni o'quv yurtlari tanlab olindida, o'sha loyiha doirasida, JZ loyihasi doirasida O'zbekistondagi o'sha o'quv yurtlarini to'liq jihozlandi. Tikuvchilik, andozachilik yo'nalishi bo'yicha jihozlandi. Bu eng oxirgi modeldagi tikuv mashinalari, o'sha kompyuterlar bilan, ularni programmalari bilan o'rnatildi. Mana bu borasida biz dual ta'limda qizlarimizni o'qitdik. Birinchi qaldirg'ochlarimiz chiqishdi. Bizga bunda juda ham yaxshi yordam bergan Nurtex korxonasi yaqindan yordam berishdi. Qiziqarlisi shundaki, ularni bitiruv imtihonlarini aynan
nemis ekspertlarini o'zlariga olishdi va bu qizlarimiz kelajakda shu joylarda ishga ham olib qolindida. Mana hozir dual ta'limda va an'anaviyda shu tikuvchilik yo'nalishlari ham o'zini faoliyatini olib boryapti. Shu borasida o'quvchi qizlarimiz Germaniyaning Berlin shahridagi Modalar uyi kolleji bilan tuzilgan memorandum asosida ular Germaniyada bo'lib qaytishdi va u yerda bizani milliy matolarimizni o'tda o'zligi o'sha Germaniyaning yoshlari bilan birgalikda tikib, o'sha liboslarni podiumda ko'rsatishdi. Bu bir paytni o'zida yoshlarni bir-biri bilan muloqotga kirganligi va bizani milliy liboslarimizni Yevropa da namoyish etilganligi o'ylaymanki bu juda ham yaxshi bir natijalar deb bilaman. Mana o'sha professional kasbiy ta'limdagi o'quvchi yoshlarni shunaqa chiroyli, jozibador kasblar kutib turibdi. Fikringizga qo'shilgan holatda hamma ham o'z kasbini birdan ota-onasida qarab topa olmaydi. Masalan, kimdir otasi payvandchi bo'lsa, o'g'lini albatta payvandchi qilaman deydi. Kasb o'zini doirasida davom ettirish maqsadida ayrim ota-onalar meni kasbimni davom ettirasin degan shior ostida hamma yoshlarni ham o'ziga sohasiga yo'naltirishga harakat qilishadi. Aynan meni korxonamda shunaqa nimamiz borki, an'ana bizda mana ko'p payvandchilar ham bor, tokirlar bor, gaza payvandchilar, har xil turdan yo'nalishlardan kasb hunarlardan o'qib kelgan holatda biz ishga qabul qilganmiz. Ular keyinchalik bular o'zini fikri, o'zini nazari, o'zini salohiyati ko'rsatish boshlagandan so'ng ular qiziqisha boshlaydi. Men mashinist bo'lgim kelyapti, men mashinist yordamchisi bo'lgim kelyapti degan javobda bular diplomi to'g'ri kelmaganligi sababli biza siz aytganingizdek yosh chegaralmagan holatda qiz, ayol kishi erkak kishi demasdan ham mana farrosh ayollarimizni ham biz kadrlar tayyorlashga o'qitganmiz, sohalar bo'yicha buxgalteriya yo'nalishlariga o'qitganmiz. Yanada ham o'zini salohiyati men o'zim qo'ldan keladi degan shior ostida biz ularni rahbarimizning tavsiyasi asosida dual ta'lim yo'nalishida o'qitib kelyapmiz. Ayrim payvandchilar mana o'tirishdi, men mashinist yordamchisi bo'lgim kelyapti, oyligim katta olgim kelyapti, men mashinist bo'lgim kelyapti, men yo'lovchilar tashishda o'z hissam qo'shgim kelyapti dedik. Ayrimlarda mana bizdagilar yoshlarimiz shunaqa darajada shiddatli o'sib kelishyapti. Yosh kadrlarimiz o'z Afrosiyob poyezdini boshqarib kelishyapti. U albatta o'zidan o'zi emas, u tajriba, u ko'nikma, u bilimga asoslangan o'ta murakkab kasb hisoblanadi. Shu bo'yicha bular o'zini yanada ham o'qish maqsadida dual ta'lim orqali biz ularga imkoniyatlar yaratib beryapmiz. Ustozlarning ko'magi qanday bo'lyapti? Ustozlar ko'magiga kelayotgan bo'lsak, biz o'zimizdan avvalambor o'quv markazlarimiz bor. Korxonada bir oyda har bir ishchi xodim, u chilangar bo'lishidan qat'iy nazar, u mashinist yordamchisi bo'lishidan qat'iy nazar, bizda o'zimizda ustozlar, yuqori ko'p tajribali ko'p tajribaga ega ustozlarimiz bizda bir oyda har bitta o'quvchiga 3 marta, bir oyda 3 marta darslarga kelib qatnashib, ular o'zining bilimini tushib ketmasligini, saviyasini yanada ham ko'tarish maqsadida dars berib, dars jarayonlarida qatnashib, o'zlarining ko'nikmalarini yanada ham oshirib borishaveradi. Va yonlariga biriktirilgan yoshlar ham bormi deb so'ramoqchiman. Albatta, ustoz shogirdlik an'analari. Aynan bizlar korxonamizda raisimiz buyrug'i asosidan, korxona rahbarimiz buyrug'i asosidan albatta bizda ustoz shogird an'analari mavjud bo'lib, birinchi kelgan ishga qabul qilingan ishchi xodim 3 oy muddatga o'z sinov tariqasida ishga qabul qilinadi. Uni albatta eng tajribali, eng yosh kattaroq bo'lgan o'zini kasbiga mehribon insonlarga biz ularni biriktiramiz. Aynan men o'zim yoshlar bo'yicha ishlaganligim sababli ular bilan o'zimdan keladi, suhbatda o'tishadi. Ular qiziqishga qarab biz ularni eng malakali ustozlarga berib, ustoz shogird an'anasi asosida ularda hamda shogird yetishtirgandan so'ng rag'batlantirish nimalarini yo'lga qo'yganmiz. Bu narsani so'ramoqchi bo'lganim, ta'limda baribir bevosita tarbiya birinchi o'rinda turadi-da. Aynan bugungi kunda yoshlar bilan ishlash jarayonida ta'lim bilan birgalikda bevosita tarbiyani ham berish jarayonlari ustozga o'ziga xos mas'uliyat yo'naltiradi, yuklatadi va kasbni o'rgatishda ham baribir tarbiyani asosiy mezon qilib ko'rsatamiz, to'g'rimi? Albatta. Aynan ta'lim jarayonidagi tarbiya masalasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizning mentalitetimizga xos bo'lgan bu birinchi navbatda tartib, intizom. Qaysi tashkilot bo'lmasin, qaysi ta'lim muassasasi bo'lmasin, kasb bo'lmasin, tartib, intizomsiz biz hech narsaga erisha olmaymiz.
bu qonun qoida. Kimlar aytishi mumkin, yo'q, bu tartib qoida bizga to'g'ri kelmaydi, biz qabul qila olmaymiz. Forma yoki oddiy kundalik masalalar bo'lishi mumkin. Lekin bu bizni mentalitetimiz, bu talab va bu natija olib keladigan eng asosiy komponent hisoblanadi. Nima deganda, aynan uzviylik degan narsa bor. Birinchi navbatda bizni tartibimizdan, intizomimizdan va shu narsa bizga natija olib keladi. Aynan shu joyga biz har bir elementiga to'g'ri yondashsak, biz ko'rayotgan, bilayotgan natijamizga erishamiz. Shuning uchun tartib, intizom bu vaqt bo'yicha hech qachon u o'zgarmaydi. U tanishdan bo'lib qoladi. Bir texnikumga bordim yurtimizdagi va u yerda Germaniyaga hamshiralarni o'qitib tayyorlash jarayonlari yo'lga qo'yilgan ekan va aynan Germaniyadan kelgan mutaxassisning bir fikri bizni e'tiborimizni tortdi-da. Bizni talabalar orasida, bizni xodimlar orasida o'zbek yoshlarini tarbiyasiga havas qilamiz. Demak, o'zbek tarbiyasi, o'zbek mentaliteti dunyoda har doim alohida bir e'tirofga loyiq ekan. Ishga marhamat monomarkazlarida 3 oyda kasb o'rgatish jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Aynan mahallalarda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlar bilan ishlashda bu jarayonlar o'zini oqlayapti, samarali bo'layapti va mahallada yoshlarni ish bilan ta'minlashda yaxshi o'rnak ko'rsatyapti degan fikrlarni mahalla raislari ko'p bora aytishadi. Texnikumlarning farqi nimada degan savolni bermoqchiman. Afzalliklari nimada? Qanday imtiyozlar berishadi? Chunki yoshlar 3 oyda kasbni o'rgansa bo'lar ekan-u, ish bilan ta'minlansam bo'lar ekan-u degan fikrga ham borib qolishlari mumkin. To'g'ri. Texnikumlarning farqi, 3 oylik kurslardan farqi, bu yerda kasblar chuqurroq o'rgatiladi va bular o'qish natijasiga ko'ra bular diplom olishadi. Davlat ta'lim standartlarini to'liq bajarishadi va ular diplom olishadi. Kasbga o'rganish mono markazlarida esa 3 oylik va 6 oylik kurslar bo'ladi. Bu kurslarda, bosqichlarda, kurslarda ular sertifikat bilan bitirib chiqishadi. Endi diplom bilan sertifikat o'rtasida farqi nimada? To'g'ri, sertifikat bilan ham ishga kirish imkoniyati mavjud. Oylikni olsa bo'ldi-da, hozirgi yoshlar masalan. Shunaqa, lekin to'laqonli malakali mutaxassis degan diplom bilan chiqqan, bu boshqa bo'ladi albatta. Sovg'alar dasturxoni aksiyasida qatnashing. Pepsi bilan lazzat bilan. Qanday xushbo'y. Bu piyola, tatib ko'ring. Noyob barg yig'ilishi Piyola Goldning betakror hidi va ta'mini ochib beradi. Piyola esda qoladigan ta'm. Piyola Gold yaxshi choyning hidini saqlab qoladi. Allergen hujum qilganda tayyor bo'ling. Allergiyani to'xtating. Allergy tumovsiz, aksirishsiz, shunchaki yengil nafas. Ramazonni Pepsi bilan nishonlang. Ramazon muborak. Uzum to'lov bormi? Uzum to'lov bormi? Uzum to'lov bormi? Uzum to'lovni M Kosmetik tarmog'ida so'rang. Dastlabki to'lovlarsiz nasiyaga xaridlar qiling. Birinchi 30 kun ortiqcha to'lovlarsiz. Uzum bank ilovasini yuklab oling. Joziba. Ha qizim, nima kerak? Amaki, pult ishlamayapti. Bo'lmasa suv tugab qoladi. Batarka kerak.
Qayerda suv tugab qoladi? Pultni suvga nima aloqasi bor? Televizorni o'chira olmayapman. U yerda juda ko'p suv oqyapti. Suv isrof bo'lyapti. Unaqada tugab qoladi-ku. Aha. Qayerda tugaydi? Yerda. Ha, shunaqami? Hozir men senga olib chiqib beraman. Mana qizim. Mana. Rahmat amaki. Yerda suv tugaydi dedim, ha? Haqiqatan ham 3 oylik kurslar mavjud bo'lib, ular 3 oylik kurslarda bu kishi aytganlaridek ekan, faqatgina sertifikat beradi. Sertifikat bilan hamma ham korxona ishga qabul qilavermaydi. Bu albatta nizom, albatta o'ziga yarasha korxonani ijtimoiy kadrlarga ehtiyojini zaxirasini qondirish maqsadida albatta diplomli, uni kasbiga yanada ham mohir tayyorlangan va albatta uni imtihonlari natijasini umuman suhbat jarayonida bilgan holatda uni ishga qabul qiladi. Shuni hisobiga texnikumlarda o'qishdan asosiy maqsad hisoblanadi diplom. Diplom mana bizda ham boya yuqorida ta'kidlab o'tganimdek ishchi xodimlarimiz agar ularda diplomni bo'lmasa, ular yanada ham yuqori lavozimlarga egallashga huquqiga ega emas. Ular yanada ham o'zini ko'nikmasini oshirgan, o'sha diplomni egallagandan so'ng mashinist yordamchisi va undan kasblarga tavsiya etiladi. Sertifikat bilan bu narsadan iloji yo'q. 3 oylik kurslar u natijani a'lo darajada bermaydi. Rahmat. Albatta. Bu texnikumlarda farqi kurslarda. Bu jarayonda xalqaro ta'lim dasturlarida qatnashayotgan texnikumlar ham mavjud hozirgi kunda. Bu o'z navbatida texnikum o'quvchi talabalarni chet el davlatlariga chiqib, yangi zamonaviy, ya'ni ishlab chiqarish jarayon ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni o'z ko'zi bilan ko'rib, amaliyotda qatnashish imkoniyatini ham beradi. Bu ham kattakon sifatga ta'sir qiladigan bir aspektisi ham bo'ladi. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Yana bir oz qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu kishi ta'kidlaganlaridek, haqiqatdan ham texnikum o'quvchilari, mana universitet hattoki o'quvchilar, bakalavr, magistr o'quvchilari ham mana bizning korxonamizga ham, boshqa tashkilotlarga ham bu amaliyot o'tashga kelishadi. Amaliy nazariydan ko'ra albatta birinchi o'rinda yuqori turadi. Bular hamma egallagan bilimlarni, nazariy olgan ilmlarni bizlarga kelib uni amaliy bajarib, uni amaliyotlarda o'tab, 2 oylik amaliyotlar bo'lib, 1 oylik amaliyotlar bo'lib, haftalik amaliyotlar bo'lib, ular amaliyotda o'zini yanada ham o'sha sohaga haqiqatan ham men yo uddalayman, yo uddala olmayman degan narsani o'zlari ko'rib, his qilib, o'sha narsani yanada ham mukammal chuqurroq o'rganishadi. Xalqaro hamkorlik ta'lim yo'nalishida o'zini oqladi-da. Maktablarda professor o'qituvchilar kelib, yoshlarga til o'rgatish ko'nikmalarini shakllantirishyapti. Oliy o'quv yurtlarida hattoki talabalar boshqa nufuzli universitetlarga borib, u yerda o'rganib va u yerdagi talabalar O'zbekistonga kelib, talabalar, yoshlar almashinuvi ham yo'lga qo'yilgan. Texnikumlarda bu jarayon qanday? Marhamat, sizdan boshlaymiz. Hozirgi kunda Askana Building Toshkent transport texnikumi bilan hamkorlikda o'quvchilarni o'qitmoqdamiz. Ya'ni ta'lim dasturi 1 yilni tashkil etadi. 1 yil ichida maxsus fanlar o'rgatiladi va shu bilan birgalikda nemis tili kurslar o'tiladi va ular o'quvchilardan talab qilinadigan narsa 1 yil mobaynida nemis tilidan B1 sertifikatini olgan o'quvchilar keyingi yildan boshlab Germaniyada amaliyot stajrovka o'tashlari mumkin. Va ular o'sha Germaniyada qolib ketishadimi yoki tajriba olib keyin O'zbekistonga tatbiq etishadimi?
Bu bo'yicha askariy bo'limi bilan shartnomamizda amaliyot stajировкаga borganlarida ularga stipendiya to'lanadi va amaliyotda o'zlarini yaxshi ko'rsatgan o'quvchilar o'sha Germaniyada mavjud bo'lgan korxonalarda ish bilan ta'minlanadi. Ish bilan ta'minlanishi. Chunki ular stipendiya to'lashligi bekorga emas. Ularga xuddi shunday kadrlar kerakligi tufayli bizada xuddi shunday askariy bo'lim ta'lim dasturini ochgan va o'zlari amaliyot o'tkazyaptilar. Rahmat, marhamat. Men ozgina qo'shimcha qilsam, masalan, hozir o'sha xorijiy xorijiy dasturlar asosida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Hozir mana to'g'ri aytdilar, ko'p o'quv yurtlarimizda Persin loyihalari, Askaniya loyihalari va shuningdek, mana Belarusiyani bilan hamkorliklarimiz ham mavjud. Biz ularni ta'lim dasturlari integratsiya qilib olganmiz. Respublika bo'yicha o'sha juda ham ko'p o'quv yurtlari bu borasida ishlashyapti. Bundan tashqari mana hozir biz Xitoyning Anhui viloyatidagi suv xo'jaligi va muqobil energetika kolleji bilan shartnomamiz bor. Shu shartnoma doirasida bizning ustaxonalar jihozlandida, bu yerda 1+1 va 1+1 degan loyiha. Endi buni biz 2+1 qilmoqchimiz. Qanaqa bo'ladi bu? Masalan, 1 yil ular bizda o'qiydi, o'quvchilarimiz 1 yil Anhui viloyati Xitoyda ta'lim olishadi. 3-yilini BYD avtomobil zavodida ular malaka oshirishadi. Albatta bular malaka oshirishgandan keyin O'zbekistonga qaytib kelishadi. Chunki bizda hozir o'sha BYD avtomobil zavodi bilan, Jizzaxdagi zavod bilan hamkorligimiz bor. Bu hamkorlik doirasida yaqinda mana 1-2 hafta bo'lib qoldi. Bizga yangi bitta avtomobil sovg'a qilishdi. Qo'yil, tabriklaymiz. Rahmat. Bu avtomobilni laboratoriya tarzida o'quvchilarimiz o'rganishadi. Ustaxonaga qo'ydik buni. O'ylaymanki, bu yaxshi natijalardan beradi. Hamkorlikni bir mevalari mana hozir endi ko'rina boshladi. Ajoyib. Marhamat. Hozirgi paytda ayniqsa texnikumlarimiz hamkorlikni amalga oshirish, ayniqsa bu chet el davlatlar bilan ularning tajribalarini ko'rish va ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan Toshkent transport texnikumining o'zida telekommunikatsiya yo'nalishi bo'yicha Xitoy O'zbekiston ustaxonasi ochilgan va albatta biz telekommunikatsiya yo'nalishi bo'yicha Xudo xolasa albatta tadbirlarni bo'yicha bu narsa ko'rib chiqiladi, tajriba almashiladi va o'qituvchilarimiz bundan keyin komandirovkalarga borib, stajirovkalarga borib, amaliy jarayonlarni ko'rib, bilimlarni o'rganib, nazariy tomondan bilimlarni egallashadi. Va bir narsa aytib o'tish kerakki, ayniqsa o'qituvchilarni jahon andozalarini o'rganib, uni O'zbekistonda tatbiq etishi bu ham texnikumlarning rivojlanishi va ularni moddiy va texnik jihatdan rivojlanish istiqbollarini ko'rib chiqadigan bitta masala bo'lib hisoblanib keladi. Rahmat. Chet davlatlarda texnikumni bitirib, o'zini bir ishini topgan va bugungi kunda muvaffaqiyatga erishgan do'stlaringiz, yaqinlaringiz, bilganlaringiz bormi? Boya aytib o'tganlaridek Jaziyat Giz loyihasi orqali biz Germaniyaga tashrif buyurdik. Bordingiz. Bordik birga o'quvchilar bilan. Ularni ham nazariy ham amaliy bo'lib o'tayotgan ishligini ko'rdik, o'rgandik va birga ishlab bir-birimizga shu bilgan narsalarimizni o'rgatdik. Nimalarni o'rgandingiz va nimalarni o'rgatdingiz? Tikuvchilik, mashina sohasi, mexatronika, elektromobil sohalarimizni bir-birimizga o'rgatdik va amaliyotda birga bo'lib o'tdik. Tikuvchilikda asosan qizlarimiz o'zimizning milliy matras matolarimiz bilan ular bilan birgalikda liboslar tikishdi, birga amaliyot o'tkazishdi. Yaqinda Xitoyda bir maktab o'quvchisi plastmassadan raketa yasadi va uni osmonga uchirdi. Bizni yoshlarimizga yaratilgan sharoitlardan yoshlarimiz unumli foydalanyaptilar deb bemalol ayta olamizmi? Va ularning muvaffaqiyatlari haqida mana o'zingizning o'quvchilaringiz haqida menimcha bugun maqtanib gapirsangiz arziydi-da. Marhamat. Albatta bu narsa dolzarb hisoblanadi. Sababi har bitta jarayon kechgandan keyin uni natijasini ko'rish ham bitta katta bir nimasi bo'ladi, kutilayotgan hodisa desak bo'ladi. Chunki sizning mehnatingiz samarasida. Xuddi shunday. Ya'ni bizda hozirgi kunda dual ta'limi dasturlari asosida o'quvchilarimiz ham o'qib, ham ishlash jarayonida qatnashyapti. Endi biz elektromobil sohasiga hozirgi kunda ko'p gapiryapmiz. Hozirgi kunda
elektromobil sohasida diagnostika borasida ishlab chiqarish, ya'ni amaliyot, undan tashqari xodim sifatida ishlayotgan o'quvchilarimiz mavjud. Endi bu yo'nalishda yangi bo'lgani, yo'lmasam hozirda shiddat bilan kirib kelayotganini hisobga olsak, bu yaxshi natija desa bo'ladi. Ya'ni bunda faqatgina mexanika yo'lmasam bu faqatgina mexanika sohasida emas, ya'ni programmalash, dasturlash sohasida ham o'z ishlarini, faoliyatini olib borishyapti bizning o'quvchilar hozirgi kunda. Dual ta'limda ham o'qib bitirib kelgan hamda mana oliy ta'limlar bitirib kelgan o'quvchilarimiz albatta birinchi o'char hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar, ularda IT sohasiga o'girish va har qanday kasbdagi kamchiliklarni inson omilini ketkazish maqsadida IT texnologiyalarni oldinga surish, sun'iy intellekt bilan yanada ham mukammalroq, ko'proq foydalanish maqsadida o'z avvalma bizda innovatsion g'oyalar tanlovi bo'ladi har yili. Biz shu tanlovda mana boya ta'kidlab o'tgandan keyin shu yoshlarda o'zini zamonaviy fikrlarini, o'zimizdagi sohamizdagi eskilik sathini olib tashlab, bu narsani hammasini raqamlashtirib, bu narsani hammasini bitta joyga to'plab, har xil g'oyalar asosida ularga innovatsion g'oyalarni berib, taqdim etib, ular g'olib bo'lib, uni ish jarayoniga kirgizgan holatida katta summalar iqtisod qilinib kelishayotgani yashirmasligim ham kerak. O'zi avvalambor o'shanaqa narsalardan innovatsion g'oya tanlovlari bor. Bizda ko'p yoshlarimiz o'zini nimasini faoliyatini ko'rsatib kelishyapti, natijalarini ham berishyapti. Milliard foydalar olib kelishyapti. Ulardan kimlarni ayta olamiz? Ismlari, familiyalari bormikan? Endi o'zim korxonamda, endi albatta korxonam nimasidan kelib chiqib, To'lqinov Sanjar, Zokirov Otabek degan nimalarimiz bor, IT bo'yicha yo'nalishlarimiz bor. Jamshid degan yigitimiz albatta kadr sohasini qaytadan ko'rib chiqib, ularni bizga qulaylashtirib, bizdagi bor qog'ozlarni nima qilib, o'chirib, albatta bizda boshqarmamizda Zafar aka bor, familiyalarini to'g'ri hozir eslolmadim. U kishi Uzdepo loyihasini muallifi hisoblanadilar va o'shandan keyingina hozirgi qog'ozda har doim yozilib kelayotgan marshrutlarni biz elektronlashtirilganmiz. Elektron marshrut degan o'zi har marta mashinist o'zini poyezdkasini qilib kelgandan keyin o'zini birdan oyligiga qancha vaqt, qancha mobaynida ishlaganini qog'ozlardan chitlangan holatda o'zi ko'rib nima qilib bo'ladi. Qog'ozlardan chitlashib, uni hamma joyda pechatlarni qo'yish nimalarini o'sha olib tashlagan holatida elektron marshrut yaratilgan. Mana shu yoshlarimizni intilishlari, qiziqishlari, o'sha olgan kasbiy bilimlari asosida. Bu savolim asosan pedagog kadrlarga bo'ladi. Studiyaga kirishdan avval bir qiziqarli bir rolikka ko'zim tushdi. U yerda samolyotda professor ustozlar ketishyapti va shunday uchuvchini fikri bo'ladi. Samolyotni sizni talabangiz boshqaryapti. Balki siz ham ko'zingiz tushgandir, u yerda hamma professor o'qituvchilar chiqib ketdi, chunki talabasiga ishonmaydi va bitta o'qituvchi qoldi. Nimaga siz tushib ketmadingiz deganda, men talabalarimga puxta bilim berganman, men bunga ishonaman degan fikr. Siz ham masalan sizni o'zingizning talabingiz, siz o'rgatgan o'quvchingiz, balki o'sha tezyurar poyezdni boshqarayotganda xotirjam holatda oila a'zolaringiz bilan o'tirib keta olasizmi? Va bugungi kunda pedagog kadrlarni malaka oshirish jarayonlari, yoshlarga puxta bilim beradigan, haqiqatda munosiblari tanlanganligi haqida gaplashmoqchimiz. Harakatlanuvchi tarkibni boshqarish mutaxassisligi bo'yicha o'qigan o'quvchilarga lokomotivlarni boshqarish asoslari fanidan dars berganman va bu bo'yicha ular o'qishlarini tugallatib, diplomlarini olib, ishlab chiqarish korxonalariga qaytdilar va shu bilan birgalikda yaqindagi bo'lgan holat, men o'zim Toshkent Xovos yo'nalishi bo'yicha elektropoyezdga o'tirmoqchi bo'lganimda, o'zim dars bergan o'quvchim elektropoyezd mashinist yordamchisi ekan. Va bu holatda men hech qanday xavotir sezganim yo'q. Ishondim, chunki bergan bilimlarimizga ishonamiz va bexavotir manzilimizga yetib oldik. Ajoyib. Shu yerda men qo'shimcha qilsam, marhamat. Avtomobil yo'nalishlarimizda faqatgina kasb emas, yana bitta qo'shimcha kasb beramiz yoshlarimizga. Bu biz toifali haydovchilik guvohnomasiga o'qitamiz. O'quv rejaga kiritilgan. Hozir bizda 23 ta avtomobillarimiz mavjud. Bu yengil avtomobil va yuk avtomobillari.
hozirgi kunda o'quvchilarimizga o'sha haydov mashqlarini o'qitadigan instruktor pedagogimiz mani o'quvchim hisoblanadi. O'qishni tugatgandan keyin korxonada ishlab va hozirda stajiga ega bo'lgandan keyin men ishga qabul qilganman. Birinchi marotaba o'sha avtomashinaga o'tirganimda hayajon bosgan o'quvchimni. Bergan bilimlaringizni ko'zingiz yonidan o'tganmi? Hayajon bosgan, lekin juda ham chiroyli shaharda haydagan. Hozir mana yuk mashinalarini ham bemalol haydaydi va mana yoshlarimizga shu saboqlarni berib kelyapti. O'ylaymanki, bu o'sha yuqorida aytgan ustoz shogird an'anasi bor bizani O'zbekistonning mentalitetimizda va yoshlarga albatta ishonishimiz kerak. Bular juda ham tajribali, bilimga chanqoq yoshlar. O'ylaymanki, ular kelajakda albatta yaxshi bir mutaxassis kadr bo'lib yetishadi. Bu yoshlarga ta'lim berishda bularga munosib ham bo'lish kerak degan savolim. Bizni ustozlarimiz har doim eng chiroyli tashbihlarga munosib. Biz sizni yoningizda har doim ta'zimdamiz, boringizga shukr. Lekin bugungi bolasi ancha ilg'orda. 21-asrning bolasi zamonaviy texnologiyalar asrida ulg'ayyapti. Ular tug'ilganidan telefonni bizdan-da yaxshi bilishadi kerak bo'lsa, to'g'rimi? Demak, o'sha yoshi katta ustoz pedagoglar ham zamonaviy bilimlarni egallashlari bevosita kerak. Bu jarayonda o'z ustida ishlaydigan o'sha professor, o'qituvchilar yoki yosh ustozlar haqida gaplashmoqchimiz. Nimalarga ahamiyat berilyapti? Yangi metodlar qo'llanilayaptimi? Yoshlarni qiziqtira olayapsizmi? O'zingizni faoliyatingiz haqida gapirib bering. Transport texnikumida ayniqsa yosh o'qituvchilarimiz, aynan yoshlarga bilim berish jarayonida qo'llanilgan interfaol metodlar, buni bir namuna jihatda aytib o'tishim kerak. Toshkent transport texnikumining avtomatika, telemexanika, aloqa va axborotlashtirish tizimlari tafidlasida aynan o'quvchilarni o'z kasbidan kelib chiqib, endi bizning sohamiz asosan axborot texnologiyalar bo'lgani uchun asosan shu kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya yo'nalishi bo'yicha biz ularni qiziqtirib olib boramiz. Bu bizning asosiy instrumentimiz hisoblanadi. Mana hozir biz ko'pincha ishlatamiz sun'iy intellekt tizimlarini. Ular qiziqishadi. Hattoki vazifalarni ham shunday qilishadi. Sun'iy intellekt bo'yicha biz hech qanday cheklov o'rnatmaganmiz, ta'kidlarimiz bo'yicha. Foydalaning, marhamat, lekin o'z qoidasi va o'zining yo'li bo'yicha. Misolga aytib o'tishim kerak, bizni ta'kidlarimizda ayniqsa Xitoy bilan tashkil etilgan xalqaro olimpiadada o'quvchilarimiz qatnashdi. 22 tadan 22tasi, ular 100% hammasi o'rin olishdi. Qoyil, tabriklayman. Va ularni 2tasi oltin o'rin medal olishdi va albatta kelgusida bularning natijasini ko'rib, bilimga chanqoqligini ko'rib, biz nasib qilsa Rossiya Federatsiyasida bo'lib o'tadigan Yevrosiyo yoshlar iqtisodiy forumida ham qatnashtirishga reja qilib qo'yganmiz. Nega aytyapman? Chunki siz o'quvchiga yoki bolaga yo'q deb qo'ysangiz, chega qo'ysangiz, u shu chiziqni bosib o'tishga harakat qiladi. U yaqinlashadi. U yaqinlashib ko'radi, tegib ko'radi, u chiziqni ushlab o'tib ko'radi. Lekin biz aynan shu joyni tushuntirib, unga mafhum bo'lmagan ma'lumotni bersak, u shundagina shu ma'lumotni qabul qiladi va shuni ja bo'lmasa u to'g'ri olib borish yo'riqnomasini oladi deb o'ylaymiz. Rahmat, marhamat. Sovg'alar dasturxoni aksiyasida qatnashing. Pepsi bilan lazzat bilan. Oilamizda uy ishlari onamiz yelkalarida. Hozir. Floymutsil. Yo'tal kundalik ishlarni og'ir qilsa, Floymutsil qabul qiling. Floymutsil yo'taldan xalos qiladi va hayotni muvozanatga qaytaradi. Floymutsil yo'talni yengadi. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Cappuccino bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Pepsi'dan sovg'alar dasturxoni. Har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Pepsi bilan lazzat bilan. Avvalam bu shogirdga ustoz ishonadimi degan savolingizga men javob berishim
hisob o'zimdan kelib chiqib, men ustoz sifatida emas, shogird sifatida javob bermoqchi bo'lyapman savolingizga. Men o'zim asli mashinistman. U yoshlar yetakchiga chiqishimdan oldin men mashinist kasbda egallab, mashinist sohasida prava olib, o'qib, mashinist bo'lganman. Menga siz aytganingizdek ustozim bor edi, Sabirov Nodir aka. Birinchi marta dublyor bo'lib, chilangar vazifasidan imtihon asosida o'tib, mashinist yordamchisiga chiqqan vaqtimda menga qo'limdan ushlab, yonlariga lokomotivda o'tkazib, "Sen nima uchun kelding?" deganlar. "Nima uchun? Sen nima qilmoqchisan?" deganlar. Men shu kasbni o'rganib, shu narsani egallab va yutuq mutaxassis bo'lishimni o'zim orzuyimni, o'zimni intilishim aytgandan so'ng menga daftar, ruchka qo'limga tutqazib, u barcha o'zlaridagi bilimlarni menga berib, u narsani nafaqat berib, o'sha lokomotiv o'zida jarayonida meni olib borib ushlatib, ko'rsatganlardan so'ng men yanada ham qiziqishim oshdi, albatta. Oshgandan so'ng men yanada ham u narsani his qila boshlaydi inson. U talpinadi. Talpinadi shu sohaga, shu lokomotiv men o'zi sohamni sevib, o'sha narsaga yanada mehr qo'ygandan maqsadim shuki, men ustozim meni to'g'ri yo'nalish berib, to'g'ri bilim yo'naltirib va menga ishongan. Men birinchi marta mashinist sohasiga chiqqanimda Nodir aka o'sha paytda instruktorim edilar. Instruktor degani u mashinistlarda yo'riqchi hisoblanadi. Bizga u kishi yozib beradi, haqiqatan bu yigit yo hayda biladi poyezdni, yo hayda bilmaydi. O'shanda men aytgandim, men birinchi prava olishimdan oldin hayajonim bosadi, har doim aytgandek, siz aytganingizdek o'tolmaydi degan odamlar ham chiqib ketsa ham bu kishi yo'q, bu uddalaydi, ishonch bildirib, haqiqatan meni o'sha nimalarni ushlab, kranlarni ushlatib, qo'rqib menga ishonch bildirganlar. Shu savolni yaxshi beraman, chunki savolni berishim bilan yuzingizda tabassum ko'rindi. Shunaqa. Chunki aynan shundan so'ng o'qishda o'zim mashinistlar tayyorlash markazida o'qiganman. O'zim sohamda qiziqish maqsadida siz boya ta'kidlab o'tganingizdek, yangi ilg'or texnologiyalar yangi nimalar borki, hamma adabiyotlar rus tilida bo'lgan. Hujjatlari hammasi rus tilida bo'lganligi uchun men o'zim shu sohani yaxshi ko'rganim uchun, mashinist sohasini sevganim uchun o'zim lokomotiv brigadalariga o'sha narsani rus tilida o'qib bitirganim avvalambor, u narsani tarjima qilganman. O'zim kitoblar, yo'riqnomalar yozganman. Shu asoslanib o'zimda ko'rmagan, o'zim tatib ko'rmagan bilimlarim harakat qilganman shu yoshlarga berishga. Hamma yoshlar nomidan sizga minnatdorlik bildiraman. Qarang, qanchalar ko'p yaxshilik qilgansiz o'zbegimni farzandlariga. Marhamat. O'quv jarayonlarida ma'ruza matnlardan tashqari amaliy va elektron ma'ruza matnlari ham kerak. Ya'nida bizlarda amaliyot poligonimizda 30 dan ortiq ishlab chiqarishda hozirgi kunda lokomotiv vagon xo'jaligida qo'llanib kelayotgan uskunalar mavjud. Ular maket emas, haqiqiy ishlab turgan uskunalardir. O'quvchilar u uskunalar bilan o'zlari qo'llari bilan ushlagan holda amaliy mashg'ulotdan o'tkazadi. Undan tashqari Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlikda bizada elektron dasturlar mavjud. U elektron dasturlar qanday? Lokomotivlarni qismlarga ajratish mumkin elektron doskalar yordamida. Ya'ni VR ko'zoynaklar orqali xuddi o'sha muhitga kirgan holatda lokomotivlar qismlarga ajratib, har bitta detalni yaqinlashtirib ko'rish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birgalikda o'quvchilarni ta'limga bo'lgan qiziqishni yanada oshirish mumkin. Rahmat, marhamat. Bu hamma jarayonlar kasbiy mahorat, kasbiy pedagogik ishlab chiqarish jarayonlarida olingan bazaviy ilmlarni o'quvchilarga yetkazib berishni ham to'g'ri tashkillashtirish menimcha katta bir mahorat talab qiladi. Endi o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, magistratura bitirgandan keyin ishlab chiqarishda o'sha avtopark, ya'ni avtobus saroyida chilangarlikdan ish boshlaganman. Bu jarayon bakalavr davrida boshlangan, lekin boyaga aytib o'tishgandek, usta shogird an'analariga xos holda shogirdlarni yetkazib, ya'ni mukammal ularga berilayotgan ma'lumotlarni to'liq yetkazib berish ham bir shiddat bilan o'zgarib kelyapti. Ya'ni oldingi bo'lib aytganlardagi texnika bilan hozirgi texnikani o'rtasida ancha-muncha katta farq bor. Bu masalada bizning texnikumizda Turin instituti bilan universiteti bilan hamkorlik bor. Ya'ni bu hamkorlik nimada ko'rinadiki, ularni
o'qituvchi pedagoglar bilan malaka oshirish, kerak bo'lsa ularni bazasidan foydalanish, tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Bu ham o'z navbatida texnikumlarni faqatgina texnikum miqyosida emas, balki oliy ta'lim bilan bir vaqtda o'zida malaka oshirish imkoniyatlarini yaratib beradi. Yosh pedagoglarimizni o'zini ustida ishlash uchun albatta rahbarlarni o'zini strategik bir rejasi bo'lishi kerak. O'sha texnikumni yangi texnikalar bilan jihozlash kerak. Bu borasida hozirgi kunda juda ham ko'p magistrlarimiz, bakalavrlarimiz 4-bosqichlarni biz ishga qabul qilamiz. Birinchi navbatda ularni to'g'ri psixologik yondoshi, ularni auditoriyani bilashi, ikkinchisi misol uchun hozirgi paytda konspekt yozmaydi yoshlarimiz, chunki texnologiya juda ham rivojlangan. Hozirgi kunda har bitta texnikumda, masalan, o'zimizda ham 26 ta fan xonamiz bo'lsa, har bitta fan xonamizda elektron doskalar mavjud. Ana endi shu elektron doskalarni foydalanish, qanaqa foydalanish o'zini mexanizmlari bor. Bu uchun o'sha pedagoglarimiz shunga tayyor turish kerak. Bundan tashqari har xil boyaga yuqorida aytdim, proyektlar bor. Misol uchun Darya proyektlarida bizning ustozlarimiz borib o'qib kelishyapti. Bu xalqaro proyektlar. Scaffold o'sha yangi texnologiyalardan foydalanish. GIZ, JZ loyihalar, hozir TechVet loyihalari, mana bu loyihalarda albatta bizning yosh pedagoglarimiz ishtirok etib, o'zligini malakaligini oshirishsa, yoshlarga bu juda ham katta bir dars bo'ladi va kelajak bu yoshlarimizniki endi. Yaxshi bir pedagoglarimiz ko'rib juda ham xursand bo'lib turibman. O'ylaymanki, yoshlarimiz aniq, yaxshi yosh kadrlarni qo'liga kelishayotgan ekan. Ishlarimizga muvaffaqiyat tilayman. Marhamat. Biz boshida metod haqida gapirib o'tdik. Metod nima o'zi? Biz bilamiz, innovatsiya degan tushuncha bor, novatsiya degan tushuncha bor. Innovatsiya bu yangilanish, novatsiya bu bor narsa. Ya'ni ma'lum bir vaqt ichida tarixdan buyon foydalanib kelayotgan metod yoki yo'l. Metod deganda biz aynan shu ko'rayotgan natijaga biz optimal yo'l bilan erishish. Lekin kasbiy tizimda shuni hisobga olish kerakki, o'quvchi qat'iy nazar kim bo'lishidan, uni pog'onasidan yoki uni jinsi yoki bo'lsa uni boshqa komponentlardan qat'iy nazar uni biz to'g'ri qabul qilib, unga nisbatan ham psixologik to'g'ri yondashishimiz shart. Bizda bitta narsa qolib ketgan, aynan jazolash degan narsada. Biz o'quvchini agar nimada vazifa bajarmasa, jazolash degan narsani tushunamiz. O'quvchi ham jazolash deganda qandaydir qiyin topshiriq yoki bo'lmasa qandaydir yomon baho olishini kutadi. Bo'ldi, u narsa miyada ketdi. Unda to'xtatib bo'lmaydi. Lekin bizda iqtisodiyotda bitta tushuncha bor. Rag'bat bizda rag'bat ikkita turda bo'ladi. Yo jazo, yo mukofot. Keling biz uni rag'batlantirib qo'yaylik. Qanday bo'lar ekan? Hatto jazolayvermasdan rag'batlantirib qo'yaylik shuni. Biz ishontirishimiz shart uni. U narsa maktabdan rivojlanib keladi. Agar biz unga to'g'ri bilim berib, yo'l ko'rsatsak, u yo'lni topadi. Va bu narsa nima aytyapman? Kasbiy rivojlanishga ham bevosita uzluksiz ta'sir qiladi. Usiz hech ham iloji yo'q. Shuning uchun ayniqsa bu maktablarda e'tibor berish kerakki, bolani to'g'ri yo'naltirish. Mayli oliy ta'lim bo'lmasin, lekin o'zini o'rnini egallash uchun biz ayniqsa psixologik tomondan uni rag'batlantirib, bosqichma-bosqich ko'tarib borsak, men o'ylayman, buni biz to'g'ri yo'naltirib qo'ygan bo'lamiz. Oldindan biz yordam bergan bo'lamiz. Shuni o'zi yetadi. Yaxshi kasbni egasi bo'lish uchun yoshlarga bittadan life hack aytasiz, tavsiyalar. Marhamat. Sizdan boshlaymiz. Ular nimalarga e'tibor berishsin? Balki ota-onalar. Ota-onalar farzandini kasbga yo'naltirishda o'sha tanlagan o'quv yurtiga albatta o'zligi olib kelishligi kerak. Ota-onasi farzandini yetaklab kelib, to'g'ri yo'naltirib yorsa, bu juda ham yaxshi natija beradi. Bu birinchisi, ota-onalarga mana bir taklifim va yoshlarga taklifimki, dunyoni yuqori cho'qqilarga chiqayotgan yoshlar juda ham ko'p. Mana shu yoshlarga o'rnak, ularga yoshlarga o'rnak bo'lish kerak, o'zini tengdoshlari. Ular erishgan yutuqlarga albatta ham men ham erishaman degan bir plankani yoniga qo'yish kerak-da. O'shanda bir motivatsiya, maqsad yuksakroq olish kerak. Rahmat, marhamat. Muddatni ko'proq berish kerak. Ya'ni yoshligidan kasblarni mohiyatini oldindan tushuntirib borish kerak. Bu o'z navbatida
o'sha 9-11 sinfga borganda bu aniq maqsad bilan o'sha yo'nalishga o'zini baxshida etadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat, marhamat. E'tibor, ishonch va rag'bat. Shu asosiy prinsipga yondashishimiz shart. Oila tomonidan biz albatta yoshlar siz chizgichni siz o'zingiz qo'yasiz. Va shu chizgichni chizgan chizig'ingiz sizni hayotingizni belgilab beradi. Va siz buni har doim unutmasligingiz lozim. Rahmat, marhamat. Birinchi navbatda yoshlarimiz rivojlanishi uchun, bir kasb mutaxassisi bo'lishi uchun til juda muhim rol o'ynaydi. Ya'nida hozirgi kunda juda ham ko'plab professor o'qituvchilar bor. Boshqa chet el davlatlarida ham har xil turdagi texnik turdagi ilmiy maqolalar, ilmiy ishlar chiqmoqda. Tilni o'rgangan o'quvchi u ilmiy maqolalar bilan tanishgan holda yangi ideyalar o'zi uchun kashf qilishi mumkin va buni o'zimizda amaliyotda ko'rsatib berishi mumkin. Bu bir lifehack desak bo'ladi. Rahmat, marhamat. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, o'zimni lifehackni aytmoqchiman. Men maqsad qo'yish kerak. Men o'sha sohaning yetuk mutaxassisi bo'laman degan shior ostida yo'lda har qanday qiyinchilik bor. Albatta u tilda bo'lishi mumkin, u adabiyotda boshqa tilda bo'lishi mumkin, lekin inson zoti to'xtab qolish kerak emas. Yoshlarimiz yanada ham ko'proq narsani egallayman, u narsani uddalayman degan shiori ostida u narsani amalga oshirish kerak deb o'ylayman. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok-shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.